uni solyapman, mana. Dilidin ko'pirib taylayapman. Mana tasharim, hammasini tasharim. Ko'rgan bo'lsanglar, boya tayyorlagan edim, tasharim. Endi qo'zg'aymiz yaxshilab. Yaxshilab qo'zg'aymiz. Mana hozir aloq yonib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana yaxshilab qo'zg'ayapmiz. Bu o'ziga botadi bu. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Cho'kadi, pastga cho'kadi bu. Mana. Ana endi hozir bir minut hozir halqim mana hozir oldim, olaman. Buni endi olamiz, endi kutamiz endi buni. Og'zini bekitib qo'yamiz. Mana o'zi restaga kirib, pastga cho'kadi oltini. Keyin yuzini filtr qilib olamiz. Yana bir marta qo'zg'aymiz. Mana qarang, qo'zg'ayapman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'zg'ayapman. Mana qari chiqyapti, ko'rdingizmi? Rosa qaynatilmayapti buni. Ko'ryapsizmi? Ana endi buni ham bir qo'zg'ab olamiz endi. Hozir buni ham tayyor bo'ladi. Buni ham tashlaymiz, mana bu yerga qo'yamiz endi. Mana. Mana qo'ydik. Bu ham qiziydi. Mana oltinlari yuzaga chiqib turibdi. Xudo xolasa, bu ham tayyor bo'ladi. Mana buni tarilka bilan yopib qo'yamiz endi. Mana. Mana buni yopib qo'ydik, mana tarilka bilan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu ikkinchisi bu. Bu endi cho'kadi bu. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana cho'kadi endi. Hozir bunday qilaylik. Mana. Restaga kirib, ko'rdinglarmi qalqib? Mana. Hujur qilib pastga oladi endi. Oppoq suv yuzaga chiqadi. Xudo xolasa buni arzondan qo'yamiz. Xuddi bu ham shunday bo'ladi, mana. Ko'ryapsizlar, mana bular hammasi oltin mana bular. Soatdan olingan bu. Ko'ryapsizmi? Mayli, sog' bo'linglar, kutib qolaman kommentarga. Faqat savol-javobga keyinroq aniq qilishim mumkin. Men ko'p bittasi 50 marta savol beradi. Hamma kutib qoladi. Men shuning uchun aniq qilma. Nima deydi? Ko'p aniq qilmayman. Ishimdan ham qolib ketaman endi. Mana 2 kun yotdim banisa, o'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Sog'lik baribir kerak odamga. Sizlar hammalaringizni yaxshi ko'raman, hurmatli do'st qilaman. Qo'limdan kelgancha arzorni qo'yib sizlarga o'rgatib boraman, xudo xolasa. Xalqim noto'g'ri tushunmanglar.